Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir kuzatib borgan aka-uka opa-singil dehqonlar, sizlar uchun va'da qilingan issiqxonamiz Qirg'iziston Respublikasi Qadamja rayonidan. Eniga 8 metr, uzuni 25 metrdan. İçki holatda, temizlik holatda. Bizi kuzatishda davom etinglar. Like va podpiska bosib, bu videoni ko'proq tanishlarga yuborib qo'ysanglar, biz uchun katta savob ish qilgan bo'lasizlar. Bizni quvvatlab yurgan obunachilarga kattakon rahmat. Sizlarning qo'llab-quvvatlashini, sizlarning like'lar bilan chekka joylardan biz videolar tarqab, issiqxonalar qurdiradigan klientlarimiz kundan kunga qiziqish ko'paymoqda. Like va podpiska bosishni unutmanglar. Bolasi xalqimizga, dehqonlarimizga manfaatli bo'lgan videolarni chiqarishda davom etamiz. Issiqxonamiz ma'qul bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Kattakon rahmat, sog' bo'linglar. Murojaat uchun telefonlarimiz 99 07 25 75 raqamlari, 94 118 61 telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp, Instagram murojaat qilaverasizlar. Kereski zanjirli ko'kkalar qo'yilgan. 25 litr balat tortilgan yonlariga. Podpiska va like bosishni unutmanglar. Kattakon rahmat, sog' bo'lasizlar.